Hozirda kvartiralarning kvadrati 1100, 1200 dan chiqayotgan vaqtda biz mana bunday ajoyib variantni sizga olib qo'yganmiz. Keling, operator birma-bir xonalar bilan tanishib chiqsak. Mana bu yerda kirib kelish qismi bo'ladi. Kvartiramiz novostroykadan bo'ladi. 3-etajda 6 qavatli novostroyka. Pishiq g'ishtli dom. Mana bu yerda o'zining kattagina oshxonasi. Eng qulay tomoni razdelni bo'lib, biz bu xoy kvartiramiz. Mana bu yerda bitta sveti yo'q, umumiy sanuzeli kattagina bu ham. Bu yerda esa kattalar uchun yotoqxona, shinamgina keng. Kvartiramizda ikkita konditsioner o'rnatib ketishgan egalari. Kvartiramizning umumiy maydoni 73 kvadrat metr bo'libdi. Marhamat, mana bu yerda shinamgina o'zining mehmonxonasi va o'zining balkoni ham mavjud. Adres bo'lyapti 8-mart zapravkani to'g'risida, orientir Shota Rustavelli ko'chasi bo'lyapti. 75 ming AQSh dollari so'rayaptilar egalari, 73 kvadrat. Aloqaga chiqing, chiroyli qilib savdosini qilib beramiz.